bolalar. Biz bugun dunyo reytingi, mana Miravoy reytingini ko'rgandek, bir shaxsga o'tib, hamma umumiy reyting, omon qolish reytingi, o'ldirish reytingi va mavsum reytingida ham hech qanday o'zbek yo'q ekan. Hammasi hammasini o'qib ko'rsatamiz mana. Hammasidan mana o'ka tupoy. Mana Ozarbayjon tiqilib ketgan FPPda o'ynovchilar. Mana uylaringizdan ko'rish mumkin. Qadrdon aziz o'zbeklarni, давайте youtuberlarga buni tarqatish kerak. Youtuberlar shunaqa FPP deydilarmi? O'shanda o'ynash kerak dunyo reytingida. Ko'pida o'qdi, lekin eng birinchida shu 3 shaxsda mayli-ku o'qdi, 3 tasdan yaxshi ko'tarib bergan, lekin bunda faqat Ozarbayjon hamma qalay. Ko'p turishimiz mumkinki faqat Ozarbayjon. Ozarbayjondan boshqa davlat yo'qmi? Shuning uchun buni o'zbek o'yinchilarga tarqatib qo'yinglar bo'ldi. O'zbek donatorlar qanaqa o'yinchi o'ynashga iloji boricha harakat qilinglar. Omon qolish reytingiga yetdik. Okta yo'qmi? Yo'q okta. Voy, okta ham zo'r lekin. Voy, krisa bilan shokib krisalar vardi lekin. Bularni hammasi glazokda o'ynashni biladimikin o'zi? Agar bilmasa 102 glazok o'ynaymiz deb tarqatib olish kerak. Hammasi bilan birma-bir o'ynab o'ldirish reytingi. O'ldirish reytingini ham shu turibdi. Boya bile. O'qda yo'qlari, lekin o'qda boshqalarda bor. Hozir ko'rsatamiz. Ozarbayjonni sanab turganlarga rahmat lekin. Sanab? Ozarbayjonliklar nechtayini sanab turganlarga rahmat lekin. Hozirgi kechasi soat 8:46da video olyapmiz. 23-noyabr 2025-yilda. Hattoki 100-o'rinda ham shu krisa. Ozarbayjonlik lekin Xitoycha yozmagan. Mavsum reytingida ham umumiy omon qolish, o'ldirishda ham turgan turibdi. Va shundan keyin biz bo'ynaga o'qda turgan reytinglarga o'tamiz. O'qda ko'pida chidab zo'r qilib o'ynab berdi, lekin bularda hech qachon o'ynab bera olmayapti. Chunki hech kim bir shaxsda va ko'pchilik FPPda hech kim o'ynamayapti. Negadir? Agar meni ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, agar xira ko'rilmayotgan bo'lsa, lekin hamma shirqillagan ovoz eshitilayotgan bo'lsa, bizda ko'pchiligimiz griplaganmiz, hattoki immunitetimiz kuchli, zam shamallagan. Mana ko'rib turganingizdek, o'zbeklar bir shaxsda endi o'qtolarni ham ko'ramiz. O'qta 3 shaxs, o'qtani ko'ramiz. Umumiy reyting 3 shaxs. Давайте bu o'qta bor. Bu umumiy reyting. Umumiy reytingda ham mana o'qta eng baland. O'qta давайте o'zbeklarni shuncha kuchaytirib 9-o'rinda o'qta. Omon qolish reytingida o'zbeklar maksimalniy 3-o'rinda. Mana o'qta. 3-o'rinda давайте o'ldirish reytingi. Bu yerda esa o'zbeklar pashti 38-yil levellarga tushib ketgan. Qanday o'zbeklar shunchalik pastga tushishi mumkin? Mana bizning o'qta. Mana yana o'sha o'qta. Mavsum reytingi. Mavsum chiqqan. Endi oktoberlarga o'tganmiz. Mana bu yerda ham o'qta turibdi. Hech bo'lmasa 9-o'rinda
eng maksimal 3-o'rinda turib beribdi. Yaxshi, davay, olg'a. Ishonmaganda mana shu video chiqqan kuni reytingni ko'rsin. Okey? Okey bo'ldi. Mana Yevropada hammaga xayr, video tugadi. Seni ham haylashib qo'yay. Xayr hammaga. Videoni boshlagan kishilarga rahmat, lekin men bugun yuzimni ko'rsatishimga to'g'ri keladi bo'ldi. Shatta nasib etsin.